Assalomu alaykum. Bugungi kunda plisoslarni turi juda ko'payib ketgan. Oddiy qopli plisosdan tortib stakanli, vertikalli, mo'yishli, akvafiltrli har xil variantlar bor. Bu hammasi o'zini vazifasi bor. Lekin biz hozirgi kunda oddiy suxoy uborka, ya'ni har kunga ishlatishga mo'ljallangan plisos haqida gaplashadigan bo'lsak, men tavsiya beradiganim bu akvafiltrli plisos bo'lardi. Chunki akvafiltrli plisosning yaxshi taraflari bor, qulaylik taraflari. Allergiklar uchun yaxshi, changi 99.9%, past 100% changingizni ushlab qoladi. Ya'ni oddiy filtratsiyasi HEPA filtr, gubka filtr bo'lganlardan ko'ra yaxshiroq effekt beradigan plisos akvafiltrli plisos hisoblanadi. Bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan modelimiz Beston firmasidan akvafiltrli plisos bo'ladi. Bu plisosni sizlar bilan komplektatsiyalari, buni o'zini ko'rinishi, qanaqa ishlashini ko'rsatib beramiz va buni test qilamiz. Ichiga suv quyib, gilamda o'sha tozalashlarini ko'rsatib, tushuntirib beramiz va o'zingizlar rezultatiga guvoh bo'lasizlar. Shu plisosimizni narx, sifat va dizayn hammasi hozir eng optimal variant chiqyapti. Hamma uyga, ya'ni hammaga to'g'ri keladigan sifat narxda. Plisosni ko'rishingiz mumkin. Mana shu hamma nasatkalari, aksessuarlarni yoyib oldik. Birin-ketin tushuntiramiz. Birinchi o'chirtda oddiy plisoslarda uchramaydigan nasatkalardan bittasi bu suv tortadigan nasatkasi. Bir yoq tarafi rezinkali bo'ladi, bir yoq tarafi bunaqa tekis bo'ladi. Bu polladan, misol uchun yokida kafellardan suv to'kilsa, suvlarni tortib ketadi. Ikkinchi nasatkasi uglovoy nasatka, qo'l yetmaydigan joylarga, burchaklarga ishlatish uchun mana shunaqa uzungina chiqargan bunisi. Uchinchi nasatkasi bunaqa kichkina nasatka, bu divan mebel nasatkasi, o'zida shotkali bo'ladi. O'sha odamni qo'l yetmaydigan yokida ingichka joylarga, ham katta nasatka, kattalik qiladigan joylariga bu nasatkani ishlatasizlar. Asosiy nasatkasi oq rangda qilingan. Xo'p, qulayliklaridan mametlari shiroki, ingichka emas. Oddiy plisoslarda mana mametni o'zi bo'ladi, teshigini o'zi. Bu yerda chetlari bilan qilingan, yaxshi rezultat berish uchun, bitada ko'proq joyi tozalash uchun. Xo'p, keyin o'zida bundoq qilsangiz, ko'rasiz mana cho'tkasi chiqadi. Bu cho'tkasi, misol uchun buni oddiy tushgan holatida gilamda ishlatsangiz, pollada, kafillarda ishlatadigan bo'lsa, cho'tkasi bilan ishlatsangiz, musorlarni yaxshi tortib olib kirib ketadi. Va keyin nasatkan o'zi bunday tekis turgan holatida tepaga ko'tariladi, elastichniy. Ya'ni nasatkan o'zi ham mana shunday chiroyli, zo'r, funksionalniy qilib ishlangan baquvvat plastikdan ekan. Keyingi aksessuarlardan bittasi bu teleskopik truba. Trubasi shunaqa baland past qilib ishlash uchun, bo'yingizga moslab ishlash uchun teleskopik bo'ladi. Esa qulayliklaridan bu metal. Plastik emas, boshqa emas, alyumin emas, toza metal, yaxshi, baquvvat. Hamma nasatkalarni o'ziga joylab qo'yish uchun mana shunaqa mini stansiyasi ham chiqargan. Qulay, o'ziga qotirib qo'yasizlar va bularni ham amitiga bundoq qotirib qo'yishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu shlankasi. Shlankasida hech qanaqa chok o'tmagan. Bu quyma shlanka, cho'ziladigan geliviy shlanka, mana kuch bilan cho'zyapman va buni buksaga ham o'zini holatiga qaytyapti. Yaxshi. Mana yirtilib ketadigan oddiy shlanka emas, sifatli ishlangan, shunda ko'rinib turibdi va buni mana bunaqa rukoyatkasi, shu ushlaydigan joyi mana shunaqa qulay qilingan ekan. Ishlatishga qulay. Navbatda plisosning o'zi eng glavniy narsa. Plisosni eng ahamiyat beradigan joyimiz oyog'i 4 tali, qaranglar. Bu zo'rligi, buni ko'tarib yurmaysizlar. Mana shu lehki bunday itarib olsanglar, o'zi cho'tki yuryapti. Ya'ni yosh bolalar ham, o'smirlar ham bemalol ishlata oladi buni. Chunki oyog'i 4 ta bo'lgani uchun o'zini o'zi yurg'izyapti pashti. Qulayda. Xo'p, bu apparatimiz 1000 watt motor mощностьga ega. Ya'ni tortishi mo'shni, lekin tok kam yeydi. Qulayliklaridan bittasi shu. Ikkita chetimda ochiladi va krishkasi yechiladi. Bu motori og'irgina, 3-4 kilo bor menimcha bu yerda, og'irgina motor.
baland past regirovkasi bor. Hop, moshinisini regirovka qilasiz, o'chirib yoqish va avtosmatovanniy kabeli deydi. Kabeli uzun, ichiga yig'iladi. Mana shu 3-4 metr chiqsa kerak va buni bunday bossangiz o'zi tortib oladi, ichiga yig'ib oladi. Ichki qismini ko'radigan bo'lsak, ichki qismida mana shunaqa nasatkalari bor. Bu mana qaranglar, ochganinglarda idishini o'zi 18 litr kattagina bo'ladi va bu yerda minimum maksimum atmetkasi bor. Mana shuni orasida maksimumgacha suv quyib qo'yib, keyin bu nasatkasini o'rnatib qo'ysangiz, shunday joyiga tushadi. Bo'ldi. Hamma kir, chang, musorlar suvga yig'ilaveradi. Bu degani umuman changdan tashqariga chiqib ketmaydi. Allergiyasi bor odamlar uchun zo'r va qulay hisoblanadi. Endi buni test jarayoniga o'tamiz. Chetini ochamiz. Ochganimizdan keyin krishkasi yechiladi. Maksimum o'rtasiga suv to'ldiramiz. Va bunisini joyiga qo'yamiz. Yopdik. Tayyor. Buni endi pilisos qilib, mana shu mashhur gilamimiz bor, legendarniy gilam. Hop, yoqamiz. Ko'rsatamiz. Voy, yopishyapti. Pastida qilishga to'g'ri kelyapti. 2-3 ta yurg'izdi. Endi rezultatni ko'ramiz. Nima gap ekan? Rezultat. Voy. Mana qaranglar. 2-3 ta yurg'izganda shunaqa rezultat beryapti. Bu shu narsalardan hammasidan sizlar nafas olayotgan bo'lasizlar. Pilisosni xili ko'p. Tasavvur qiling, misol uchun mana shu suv to'kilib ketdi. Buni tasavvur ham qilish shart emas, shu to'kilib bo'ldi. Mana. Qarang. Zo'rda. Bo'ldi. Mana misol uchun suv to'kiluvdi. Mana shu pilisosimizni suvlarni ham tortib oladi. Zo'ra 18 litr katta uchastkalarga vashi zo'r variant. Oddiy qopli stakali har xil variantlar bor. Aqua filtrli variantni olishni tavsiya beramiz. Pilisosimiz to'liq 1 yil kafolatga ega bo'ladi. Narxi atiga $119. Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.